Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatdagi universal drabilkamiz tayyor bo'ldi. Mis motor, narxi 2.700.000 so'm, dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Xo'p. O'sha pichog'imiz xavfsiz, hashida o'zi tortadigan, mana 12 talik pichoq bo'ladi. Mana bu bunker 350 diametr, shu 350 diametrga yarasha hashida tashab tursiz, o'zi tortaveradi. Hop, shuni alameligi bo'lsa 2.300.000 so'm bo'ladi. U ham dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Bu mis motor, 4 kilovatli mis. Hozir ko'rsatamiz. Bitta ko'rinyaptimi ekan mana. O tepada 4 kilovat deb yozilgan. Voltmetrlari bor. Qizilsa o'zi tashlagan kulchatori bor. Mana qizil ko'rinib turibdi. Avtomatlar bilan jihozlangan. Drabilkamiz 100% yangi materialdan yasaladi. Hech qanday konteyner yoki biror nimadan ishlab chiqarish emas. Hammasi 100% yangi. Orqasi ochiladigan, oldi oshiq-moshiqli. Mana 3 xil setkasi bo'ladi. Ikkita donga, bitta hashakka. Mana bunisi o'sha kepak qilib berilgan, bunisi yormaga. Shu don tushadigan, makani fotasi ham chiqarsa bo'ladi. Mana hozir yer yong'oq chiqarib ko'ramiz presini. Bemalol mol qo'yga bersa bo'ladigan. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Telefon raqamlarimiz 90lik 564 9323. Kimga qiziq bo'lsa, shuna drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir Qarshi viloyatiga ketyapti. Mis motor. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, qo'limni tiqqanim yo'q. Mana shunga yarasha tashab tursalar ham bo'ldi, o'zi tortib oladi, olib kirib ketaveradi. Mana buni bunday qilib yoki bemalol don to'ldirib qo'yib, mana ochib qo'yib, donni chiqarsalar ham bo'laveradi. Donli mahsulotlar mana bu makkani sotasi uchun mo'ljallangan. Mana setkasi ham mana shunday mayton ochib, yana hozir ko'rsataman. Mana bemalol nima deydi? Almashtiraverasiz setkasini. Mana bu yerda setkalari bor. Mana salnesini olib turib, setkasini qo'yib, yana berkitib, boltga kerak emas. Oshiq-moshiqli qilyapmiz. Bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, mana hashaylarimiz